Assalomu alaykum o'rtoqlar. Biz hozir navbatdagi obyektimizni ish jarayonini ko'rishga keldik. Bu obyektimiz O'rta Saroydagi Mashal mahallasida joylashgan. Bu obyektimizni umumiy holati ko'rib turganingizdek 2 urovень, ya'ni birinchi qavat, ikkinchi qavatdan iborat. Bu obyektimizni razmerini aytadigan bo'lsak, 15-60 ga 13-50 hisoblanadi. Bu obyektimiz hosillar bilan kirib, ichkarilaridan ko'rinishlarini bir ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Endi sizlarga uyimizni ichki fasadlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu obyektimiz to'liq temir beton konstruksiya, ya'ni kolonna regeldan tashkil topgan. To'ldiruvchi sifatida pishiq g'ishtlarimiz standart g'ishtlardan foydalanilgan. Endi bu joyda bu uyimizni alohida tema, birinchi o'rinda bu obyektimizni ko'rib turganingizdek navesini sizlarga gapirib o'tishga harakat qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek, kattagina naves tushgan. Bu joyda darvozadan kirilganda o'ng tarafda kichkina bir sanuzel berilgan mehmonlar uchun, oila a'zolari uchun asosiy ichkarida. Bu joyda ko'rib turganingizdek letniy kuxnya sifatida foydalanishimiz mumkin. Bitta va oldi qismlarida bu yerga so'ri, ya'ni tapcham qo'yishni mo'ljallaganmiz. Endi buni oldi qismi bu alohida tema. Konsol qilib o'stirib chiqarilgan, ya'ni umumiy holatda 1.20 chiqarilgan va bu narsa kobraga o'xshab bir ajoyib holatda effekt berib turibdi. Bu obyektimizni fasadini sizlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, umumiy holatda dizayn turi modern uslubda ishlangan. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mana oldi qismda oynalarimiz katta-katta panoramli ishlangan. Bu narsa boya boshqa obyektimizda ham gapirib o'tgandek, o'z aslida bu xonani razmeridan kelib chiqadi. Norma bo'yicha xonani kvadratini 5 ga bo'lgandagi razmer mana shu fasad, ya'ni derazada bo'lishi kerak. Norma bo'yicha xonaga 8 soat mobaynida yorug'lik kirishiga ham joy beradi va xonaning ichida har xil mog'orlashlikni oldini olishlik uchun xizmat qiladi. E'tibor bering, har bitta uyni loyihalayotgan vaqtda bu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bu holatda ko'pincha arxitektorlar yo bo'lmasa mijozimiz o'zining talabidan kelib chiqib bu joy qilinmaydi. Biz mutaxassis sifatida iloji boricha aytamizki, mana shu joyimiz pirxoshka, veranda ham deyiladi bu joyimiz. Bu narsa albatta qilishi kerak. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, uy ichiga kirishlik uchun ikkita eshikdan kiriladi. Buni asl vazifasi shuki, qish kunida yoki yoz kunida uyingiz issiq yoki sovuq bo'lgan vaziyatlarda asosiy eshikni shunday ochganingizda uyning ichiga kirasiz u ichkaridagi zo'rg'a isitgan havoingiz tashqariga chiqib ketib qolish ehtimoli bor. Mana shunaqangi vaziyatlarda oldini olishlik, gigiyena tomonlama hisobga olinadi. Chunki ichkari kirilgan vaqtingizda mana shu qismimizga chiroyli holatda kiyimlar ilishlik uchun shkaf qilishimiz mumkin. Bitta burchakga chiroyli qilib rakvina qo'yib qo'yishimiz mumkin. Gigiyena, ko'chadan kelayotgan odam albatta qo'lini yuvib, keyin ichkari kirib oila a'zosini ko'rishadigan bo'lsa, bu juda ham a'lo hisoblanadi, a'lo ish hisoblanadi. Bu atrofiga chiroyli holatda shkaflar qo'yib, mebellarni joylashtiradigan bo'lsak, bu zo'r yechim. Bu verandamizni ichkari kirilgandan keyin chap tarafida bu joyda mehmonlarimiz uchun kirishlikka, ya'ni mehmonxonamizga kirishlik uchun mehmonlarimizga alohida eshik qo'yapmiz 1.20 lik. Bu joyda aytishingiz mumkin, mehmonlar hurmati yo'qmi? Ularga asosiy eshikdan kirib deyish mumkin. Bunaqa holat menimcha noto'g'ri hisoblanadi. Chunki sizning oila a'zoyingiz albatta ayolingiz, farzandingiz, qizlaringiz bo'ladi. Begona kelgan nomahram erkaklar, ya'ni o'rtoqlaringiz, boshqalaringiz sizni uyingiz ichidan emas, mana shu joydan asosiy eshikdan kirib o'tiriladigan bo'lsa, daryoda oshxonadagi odam aylanib kelib patnasa ovqatini ikkita uchta eshikdan cheraz o'tgandan ko'ra ichkaridagi eshikdan shunday uzatib qo'ygani qanday go'zal a? Hovlimizdan ichkari kirilganda o'ng tarafdagi birinchi xonamiz bu oshxona hisoblanadi. Oshxonamizga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, kattagina eshik, oynali eshikdan foydalanganmiz. Bu bemalol ikki yonga ochib, yopilib, xohlasangiz studiyaga o'xshatib, misol uchun qo'lingiz bilan oshxonangizni birlashtirib olishingiz mumkin. Xohlasangiz buni yopib qo'yishingiz mumkin, ya'ni ovqat qilayotgan vaqtlarda hech chiqishi mumkin. Shuning uchun yopib qo'yasiz oyna. Undan keyingi xonamiz bu yosh kattalar uchun yotoqxona hisoblanadi. Bu joyda o'zini ichkarida radiatorskiy sanuzeli bor. Ko'p holatlarda mana bunaqangi devorlarimiz bor-ku, mana shularda devor, ya'ni bu 25 sm pergorodkamiz hisoblanadi. Buni ostiga beton quyiladigan bo'lsa, ko'pincha podushka qilib pastdan ko'tarib chiqadi. Bu noto'g'ri oshiq xarajat hisoblanadi. Mana bu obyektimizda chiroyli yechim qilganmiz. Mana ko'rib turganingizdek, podushkasi yo'q. Bu joy shunday ham to'ldirib tashlanadi. Mana shu joyimizga mana bunaqangi regelga o'xshatib beton abotilyapti-da, tepasiga g'isht urib yuborilyapti. Bu ham bitta chiroyli yechim hisoblanadi. Ya'ni bu oshda rasxodni oldini olishlik maqsad hisoblanadi. Mana shu hovlimizda bitta chiroyli yechim qilganmiz. Bu joyda yechimimiz nima? O'rtaga bitta pergorodka berganmiz. Pergorodka vazifasi nima? Orqa tarafida televizor osilib turadi. Oldi tarafida bu yoq katta hol bo'ladi. Uni ikkala yonidan kiriladi. Mana kadrda ko'rishingiz mumkin. Rasmda ko'rsatib o'tamiz. Interior dizaynda va orqa tarafida zinamiz bor. Bu joyda zina chiqadi. Zinamizning oldi qismida miyaki zonamiz bo'ladi. Misol uchun tasavvur qiling, mana bu joyda o'tirganingizda miyaki zonada o'tiribsiz, televizor ko'rib o'tiribsiz. Buni ikkala yoni ochiq, ya'ni hol bilan bog'langan.
Bu joyda holimizni eng oxirgi qismi, ya'ni o'ng tarafimizda bu joyda kattagina umumiy oila a'zolari uchun hojatxona berilyapti. Endi bu joyda yana bitta narsa, asosiy holimiz ichkari kirilganda chap tarafdagi birinchisi mehmonxona. Hozir sizlarga aytganimiz mehmonxonamizga ichkari tarafdan qo'yiladigan eshigimiz mana shu. Ayollar oshxonadan taomni olib chiqadi va bu joydan uzatib qo'ya qoladi. Nariroqqa saylanib o'tmasdan. Bundan keyingi, ya'ni holimizdan kirilganda chap tarafda eng oxirgi xonamiz bu yoshlar uchun, ya'ni bolalar uchun yotoqxona hisoblanadi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, bu holatimizda mana uyimiz ugl holatda joylashgan, ya'ni tarsoviy joyda joylashgan. Bu sizlar uchun ayniqsa life hack bo'ladi yoki bu qo'shimcha ma'lumot sifatida aytishimiz mumkin. Hech qachon ko'cha tarafga iloji boricha yotoqxona qilmang, chunki ko'chada bolalarda shovqini bo'ladi, avtomobillar o'tadigan holat bo'ladi. Mana shunaqangi holatda yotoqxonada odam maza qilib dam ola olmaydi. Endi bu joyda yoshlarga, yosh bolalar uchun xona qilingan, unaqangi xavfli bo'lmaydi, lekin ayniqsa yosh katta insonlarga yotoqxonasini hech qachon ko'cha tarafga qilmang. Bu albatta asabga tegadigan holat bo'ladi, har xil holatlar. Bu joyimiz hol hisoblanadi. Ikkinchi qavatimiz holi. Zinadan ko'tarilganingizdan keyin bu joy zinaga, ya'ni birinchi qavatga tushish, ikkinchi qavatga chiqish joyi hisoblanadi. Bu tarafimizga miyaqki mebel qo'yiladigan bo'lsa, oila a'zolari bilan maza qilib kechki paytlarda qorda chiqarib o'tirishlariga chiroyli sharoit bo'ladi. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda kelib ko'rishingiz mumkin. Mana zinadan chiqilganda mana bunaqa kichkinagina koridor tashlaganmiz. Ichkari kirilganda bu tarafimizda mana umumiy, mana shu ikkinchi qavatdagilar uchun umumiy hojatxona, sanuzul hisoblanadi. Bundan keyingi xonamiz bu tarafda ko'radigan bo'lsangiz, bu kichkina yotoqxona hisoblanadi. Yotoqxonani ichida o'ziga alohida radiatorli sanuzul berganmiz. Bu joyda yosh kattalar uchun alohida yotoqxona berganmiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, kattagina panoramli oyna. Ayni shu joyga spalnya qo'yiladigan bo'lsa, tasavvur qiling, bu tarafingizdan ham kattagina yorug'lik kirib turibdi. Juda ham bir yaxshi effekt beradi, xudo xolasa. Ikkinchi qavatimizda ham bu narsa mijozimiz albatta talab va istaklarda kelib chiqqan holatda kattagina mehmonxona berganmiz. Bu joyda ko'rib turganingizdek 4 ga 8 razmer o'lchamda. Bu joyda ham hozir aytganimizdek oynasi ko'p. Ko'cha tarafida ikkita oldi, ya'ni hovli tarafimizda bitta kattagina panoramli oyna berilgan. Balandligi 2 metr, eniga 240. Xo'p, keyingi xonamiz. Bu tarafimiz yosh bolalar uchun yotoqxona, ya'ni детский spalnya hisoblanadi bu joyimiz. Bu joyimiz mana ko'rganingizdek 4 ga 4,5 kattagina yotoqxona hisoblanadi. E'tibor bering aka, mana shu narsa nima? Siz e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana shu uyimiz uchun 50 ming dollar pul ketdi-da. 50 ming dollar sarflagan pulingizni mana shu kichkina teshik bilan havoga uchirib yuborishingiz mumkin. Misol uchun mana shu xonangiz kattagina xona, zalingizni qish kunda isitingiz, yoz kunda sovutingiz. Misol uchun bu joyga tashqi tarafga fasalki bazaltoviy materialdan, ya'ni isitish tizimiga foydalanmadingiz, ya'ni tepliziratsiya qilmadingiz. Bu holatda uyimizni tashqi tarafidan, ichki tarafidan ataga ushasa 1 yoki 1,5 sm qora suv ushlaydi xolos. Emulsiya umuman ushlamaydi. Abo'yi vaqti ushlamaydi deyarli hisobda. Shuning uchun sizlardan iltimos qilib aytamizki, uy qurayotgan vaqtingizda bu qanaqangi material, g'isht bo'ladimi, gazoblok, penoblok bo'ladimi, imkon darajada ustakalarimiz mana shu oralariga ham rasol tashib ketishni iltimos qiling. Misol uchun aytaylik, bitta donangiz g'ishingizni 1000 so'mdan qo'ydiradigan bo'lsangiz, bu yoniga loy qo'shiradigan bo'lsangiz, taxminan 1200 so'm yoki 1100 so'mga aylanishi mumkin. Lekin sizni kelajakdagi katta xarajatda mana shu narsa qisman bo'lsa ham tejab qolgan bo'ladi. Agar sizlarga mana shunaqangi arxitektura xizmati, interyer dizayn xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, biz bilan bog'lanishni unutmang.